Uzul PHP darsiga 10-chi qism PHP davriyalanish. Davriy jumla haqida. PHP'dagi davriy jumla o'xshash mazmundagi ijro bo'lgan kodning qitim sonini belgilaydi. Uningki 4 xil usuli bor. While, do while, for each deb. While deganimiz belgilangan shart ijro bo'lsa yurgizildi. Masalan, misol qaraydigan bo'lsak, buningki eng oddiy grammatikasi while, bu belgilangan shart kod ijro bo'ldi. Mayada masalan oy deganimiz birga teng. Agar oy 5 dan kichik bo'lsa, undaqda bu son qancha deganni chiqarib berib, oyni qaytadan mayada o'ziga birni qo'shgandan keyin bu yerda oy 2 bo'ladi. Endi davomliq 5 dan kichik, maya kelib yana bir qatim ijro qildi. Buningki ijro nimsini ko'rsak, bu son deganimiz 1 dan 5 kichik bo'lgan sonni bizga tartib bo'yicha davriylab chiqarib berdi. Anki ikkinchi xili do while usuli. Do while deganimiz avval program bo'ligida bir ijro qilib yetib, ondan belgilangan shart qanoatlansa ijro bo'ladi. Uningki grammatikasi masalan avval mana bir ijro qildi, do'ninki keyin qismini kodni. Andan keyin shart qanoatlansa, mana yana bir qatim ijro qildi. Masalan, mayada oyning qiymatini 0 deb berdik. Unda olgandan keyin avval mana bir ijro qildi. Ya'ni oyga 1 degan qiymatni berdi. Andan keyin buningdimi 5 dan kichik sonlarni buna ko'rsatib berdik. Oldidagi while qaraganda buningki o'xshamaydi ijro bo'lish holati. Lekin mayada biz hozir ishqa amalga oshirgan iqtidor o'xshash programmaning. Uchinchisi for. Ijro bo'lgan kodning qitim sonini belgilash ishlatildi. Masalan, mayada biz buningki qitim sonini bu ifodalab yozamiz. Mayada dastlabki qiymati oyninki shartdi. Anınki buningki bu o'ziga o'zini birini qo'shib ma'amda yoki tuvallab ma'amda har bir qitim davriyalangandiki qiymatning o'zgarish holati. Agar mushning doirasida bo'lsa, undaqda programni ijro qilib ma'amda. Bu buyruqda oy dastlabki qiymat 1 ni oldi. Shu oyning qiymati 5 dan kichiklan bo'lsa, oy o'ziga birini qo'shib ma'amda har bir qitim davriylanganda ham ma'ni chiqardi. Buningki unumi biz oldida ko'rgan programda o'xshash, ya'ni hello world degan so'zni 5 qatim davriylab, takrorlab chiqarib berdi. For each sonlar gruppasidagi har bir element orqali davriylandi. Masalan, uni grammatikasi qaraydigan bo'lsak, for each sonlar gruppasiningki qiymati. Undaqda kodni ijro qilgan. Buning grammatikasi, uningki programmasi qaraydigan bo'lsak, masalan, sonlar gruppasida 1 2, 3, 1, 2, 3 deb 3 tal qiymatni olgan bo'lsa, amaniki sonlar qiymati bo'yicha, ya'ni mushadiki sonlar gruppasiningki qiymati bo'yicha davriylab bersang, davriylab malaning qiymatini chiqarib beradigan bo'lsa, demak bizga bu sonlar gruppasidagi 3 sonni davriylab keyin-keyindan chiqarib berdi degan gap. Buning yana qiymati mana 1, 2, 3 deb holatda chiqarib berdi.